Statistik ma'lumotlarga qaraganda, har 40 sekundda kimdir bu kasallikka chalinadi. Har 3,5 daqiqada esa kimdir bu kasallikdan vafot etadi. Bu kasallikka chalinganlarning 40% afsuski normal hayotga qayta olmaydi. Bu qanday kasallik deysizmi? Bu hammamizga tanish bo'lgan o'sha insult. Lekin yaxshi tarafi shundaki, o'z vaqtida aniqlash va erta birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatish bilan insultning yomon oqibatlarini sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Xo'sh, insult o'zi nima? Miyada qon oqimi to'silib qolganida yoki miyaga qon quyilganda insult sodir bo'ladi. Qon yo'qmi? Demak, kislorod ham yo'q. Kislorod yo'q bo'lsa, miya hujayralari nobud bo'lishni boshlaydi. Insultning asosiy 2 turi bor. Bu ishemik va gemorragik. Ishemik insult qon tomir to'silishidan yuzaga keladi. Buni asosiy sababi ko'p hollarda tromb bo'ladi. Gemorragik insultda esa qon tomirini yorilib ketishini ko'rishimiz mumkin. Muntazam qon bosimini oshishi gemorragik insultning asosiy sababchisidir. Insult juda tez va kutilmaganda yuz beradi. Shuning uchun ham har bir inson buni vaqtida aniqlashni bilishi kerak. Buning uchun atigi 3 ta narsaga e'tibor beramiz: yuz, qo'llar va nutq. Agar bemor yuzini bir tomoni osilib qolgan bo'lsa, bir qo'lini ko'tara olmasa, nutqi tushunarsiz va gapira olmayotgan bo'lsa, bu bemor katta ehtimol bilan insultni boshdan o'tkazyapti. Agar bemor yuzini bir tomoni osilganmi, yo'qmi deb shubha qilsangiz, bemordan tishlarini ko'rsatishni so'rang. Bu holatda yuzning bir tomoni osilishini yaqqol ko'rishimiz mumkin. Ikkala qo'lini tepaga ko'tarishni so'rasangiz, bemor odatda faqatgina bir qo'lini ko'tara oladi. Oddiy savollar, masalan, ismingiz nima, yoshingiz nechida deb so'rash orqali bemor qanchalik gapira olayotganligini tekshirib olishimiz mumkin. Bu belgilarni sezsangiz, zudlik bilan tez tibbiy yordamga, ya'ni 103 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz kerak. Unutmang, insultda har bir daqiqa juda muhim. Bemor shifoxonaga qanchalik erta yetkazilinsa, insult asoratlari shuncha kam bo'ladi. Chunki har bir kislorodsiz qolgan daqiqada miyada 2 milliondan ortiq hujayralar nobud bo'lishda davom etadi. Insultni qanday oldini olish mumkin? To'g'ri ovqatlanish, jismoniy faol bo'lish, qon bosimini nazorat qilish, zararli odatlar, ya'ni chekish va spirtli ichimliklarning iste'molini to'xtatish va doimiy tekshiruvlarga borish bilan insultdan o'zingizni asrang. Siz bilan Med 36 jamoasi bo'ldi.